Urug, androg ko'rigiga kam kelishni xohlasangiz, mana 7 ta maslahatimga amal qiling. Birinchisi, buylagingizda sidunayda va qovuqda tuz va tosh hosil bo'lmasligi uchun kundalik miqdordagi suvni ichib yurishingiz kerak. Ikkinchisi, qovug'ingiz to'ldi va qovug'ingiz to'lganligi haqida miyangizga informatsiya keldi. Bu qovuqdagi peshobni chiqarib tashlashga harakat qiling. Uchinchisi, tahorat paytida sovuq suvdan foydalanmang va tomoq kasalliklari, tish kasalliklariga e'tibor bering. To'rtinchisi, zax joyga aslo o'tirmang va ishlash joyingizda 1 soatdan ko'p bitta joyda o'tirmang. Beshinchisi, jinsiy yaqinlikdan keyin darhol yuvinmang, sababi organizmingiz sovishi kerak. Oltinchisi, uylangan bo'lsangiz, regularniy jinsiy yaqinlikda bo'ling. Uylanmagan bo'lsangiz, ro'za tuting. Yettinchisi, Kegel mashqlarini bajaring va doimiy sport bilan shug'ullaning. Mayli sizlar uchun 8-sini ham qo'shamiz. 8-si menga podpisatsiya bo'lib, kerakli odamlarga yuborib qo'yasizlar.